$79.900. Rostdan ekan. Ikkida bitta qol, shoshilinglar. Bitta dona qopdi, birinchisi sotilib ketdi, ko'rishinglar mumkin. Voy, gap yo'q, lekin chiroyli navislarni ko'ryapsizlarmi, ukam? Mana buni qaranglar, qo'lini, vidini. Gap yo'q, lekin bor. Men sizlarga xonadon obzor qilib berishdan oldin, ana yo'lda men qarang, sirlikka bor, repost, o'shani bosib qo'ysanglar. Bosdinglar? Like ham bosmadinglar-ku, like ham bosib qo'yinglar, obunani ham bosib qo'yinglar. Mana shu xonadonni sizlar uchun 86 ming degan joylarda $79.900 kelishtirib qo'ydim. Mana hozir chiqib turibsizlarga polniy obzorni qilib beraman. Kirganimizda yo'ligini kattaligini ko'ryapsizlar, 3 metr chiqadi. Demak, shuni o'zi ham 10 tomonimizda zalli bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli aboylardan qilib qo'yilgan. Chap tomonimizda kuxnasi. Mebel qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, bu yerda bitta xonamiz bor. Eng qizig'i, orqa hovlidan avvalga tushsanglar bo'ladi, ukam. Gap yo'q, lekin bor. Xo'p, chap tomonimizda bitta detskiy xonamiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda sanuzelimizda eng qizig'ini aytaymi? Letniy oshxona kim yo'q deb aytdim. Mana sizlarga letniy oshxona tandirlargacha qilib qo'yilganda kirib yashab bersanglar bo'ldi. Bu yerda bitta spalniyamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Har bitta xonamizda o'zining oynasiga ega bo'ladi. Bu xonadon sizlarga $79.900 beramiz. Lakasa keladigan bo'lsa, yangi Toshkent postida 5 kilometr qilganimizda tuzor joylashgan. Havas orqasi kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastdagi nomerga telefon qilib tez baraka qo'ramiz.